Men bugun Artyom. Bugungi videoroligimga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikda vobse boshqacha bo'ladi. Bugungi videoroligim Super Bear Adventure bo'ladi. Do'stlar, bu o'yinni qanday qilib yutish mumkin, qanday qilib o'ynash, ya'ni yutish, ana shunaqa bog'liq narsalarni aytib o'taman. Do'stlar, hozir yutganda ana bunday bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Bu o'tib bo'lsin. O'tib bo'ladi hozir do'stlar. Sizlar ungacha like bosinglar, obuna bo'linglar va men videolarimni ko'rishda davom etinglar. Qani bo'lmasam o'yinga kir. Yutgan paytingiz ana bu yoq bog'liq bo'ladi. U yoqqa kirish mumkin emas. Ana bunaqa bo'ladi. Siz ana bu yoqda bo'lasiz. Chunki siz yutgankisiz. Bugun ya'ni yutganingizda bayram bo'ladi. Bayram bo'ladi yutganingizda. Hamma joy bo'ladi. Keyin ana bu 6 ta jon va bu pullarni qanday qilib olish mumkinligini ko'rsataman. Hozir beni bosasiz, gapiradi. Do'konning oldiga borasiz. Agar sizlarda yutmagan bo'lsangiz, do'konning oldilariga borasiz. Keyin 6 ta jon activate degan joyi bosadi. Bosasizlar. Bosganlaringizdan keyin eng chetda 100 ming tala oltinlar turadi. Bosasizlar o'zlaringizga pul beradi. Qaranglar. Hozir men o'yinni qaytib boshlab, o'yinda nima qilish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Bu uchun o'yindan chiqish kerak emas. Yes. Qaranglar. Hozir yana boshdan davom etadi. Sizlarga ko'rsataman ana. Yana boshdan kiryapman. Bayram bo'lmaydi. Endi yana nimalar qilish mumkinligini ko'rsatib o'taman. To'g'ri, bayram bo'ldi, yaxshigina bo'ldi. Lekin bitta gap unutish esimdan chiqdi. Qaranglar. Ana 22 ta oyoqcha ochasizlar. U uchun o'zini adina zonalari bo'ladi. Oxirgi zonaga kelasizlar. Sirli joy bo'ladi. Ko'rsataman sizlarga. Sirli joy bo'ladi. Mana bu, ya'ni bu emas. Oldiroqqa o'tasiz, sakraysiz, to'g'riga yurasiz. Ana tushib ketsangiz, sizda jon ketmaydi, chunki siz o'yinga kirmagansiz. Ana siz hozir menda hozirgiday narsalar yo'q, chunki men o'yinni qaytib boshladim. Ana bu sirli joyi uncha ko'p odam biladi. Ayrim odamlar bilmaydi. Qaranglar. Layroqqa chiqqanlaringiz bilan ana u tugmacha bo'ladi. Bossangiz ana bunaqa joy bo'ladi. Sizlar ana bu o'zgarsaman. Nimani pastda bo'lasizlar, yana bu yoqdan tushasizlar. Ana bunday o'tishlar oxirida o'tsangiz, ana bu yoqda sizlar haykallashda bo'ladi. Ishonmasangizlar ko'rsataman. Do'stlar, bugungi videoroligim juda tez tugadi, chunki ayrim narsalar tezroq bo'lganda menda ikkinchi qism bor. Ikkinchi qism yig'ish uchun menga 500 ta like va 40 ta obunachi to'plab beringlar. Ikkinchi qism shunaqa zo'r bo'ladi, sizlarga yoqadi. Menda yana Minecraft content yoki Minecraft content yoki Super Bear Adventure yoki shunga o'xshagan o'yinlarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Artyomga kirasizlar. Ana FPS, hozir menda 20-18 FPS. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.